Doktor Mark onkologiya kasalliklari bo'yicha mashhur mutaxassis edi. Kunlardan bir kuni u boshqa shaharga konferensiyaga borishga to'g'ri kelib qoladi. Unga meditsina tadqiqotlari bo'yicha katta bir mukofot topshirilishi kerak edi. U juda hayajonda edi. Chunki konferensiya uzoq uni kutgan yillik mehnatlarini baholayotgan edi. Doktor o'tirgan samolyot havoga ko'tarilgach, oradan 2 soat o'tib, qandaydir texnik nosozlik tufayli samolyot eng yaqin aeroportga avariya holatida qo'nishga majbur bo'ladi. Konferensiyaga kechikib qolishdan qo'rqqan doktor bu shahardan mashina ijaraga olib manzil tomon avtomobilni uchira ketadi. Biroq u yo'lga chiqishi bilan kuchli jala quya boshlaydi va doktor yo'ldan adashib ketadi. 2 soatlik befoyda izlanishlardan so'ng doktor adashib qolganini tushunadi. U rosa charchagan va qorni ham och edi. Shuning uchun u dam olish uchun qulay joy izlay boshlaydi. Bir muddat yurgach, eski, to'kilib ketaydigan bir uyni ko'rib, mashinasini to'xtatadi. Taqdirga tan bergan doktor horg'in ravishda kulbaning eshigini taqillatadi. Eshikni chiroyli bir ayol ochadi. Doktor undan telefon qilib olishni iltimos qiladi. Biroq ayol uyda telefon yo'qligini, lekin yo'lovchini havo ochilib ketgunicha uyga kirib dam olishi mumkinligini aytadi. Qorni och, usti ho'l doktor noiloj uyga kiradi. Ayol unga qaynoq choy va ovqat beradi. Biroz o'tib ayol doktorga u bilan birga ibodatga qo'shilishi mumkinligini aytadi. Doktor Mark kulimsirab Xudoga ishonmasligini, ko'proq inson tafakkuri va mehnatiga ishonishini aytib, ayolning taklifini muloyimlik bilan rad etadi. Kursida choy ichib o'tirarkan, doktor bu ayolning bolalar karavati yonida qanday qilib Xudoga ibodat qilayotganini tomosha qilib turardi. Vrach tushunib turardi. Ayol qandaydir yordamga muhtoj. Ayol ibodatni yakunlagach, doktor undan so'radi. Xudodan nimani so'rayapsiz? Nahotki siz uni qachondir ibodatingizni, o'tinchingizni eshitadi deb o'ylasangiz? Keyin ayolning yonidagi kravatda yotgan bolani kimligini va unga nima qilganini so'radi. Ayol qayg'uli bir jilmayish bilan javob berdi. Bu mening o'g'lim. U saratonning kam uchraydigan turi bilan xastalangan. Bu kasallikni davolay oladigan yagona vrach bor. Uning ismi Mark. Lekin men bolamni davolatishga pulim yetmaydi. Doktor ham boshqa uzoq bir shaharda yashaydi. To'g'ri, siz aytgandek Xudo mening iltijolarimga haligacha javob bergani yo'q, lekin men unga ishonaman va o'tinchilarimni to'xtatmayman. Mening Parvardigorga bo'lgan ishonchimni hech narsa sindira olmaydi. Ayolning gaplaridan qotib qolgan, ranglari oqarib ketgan doktor birdan yig'lab yubordi. U xitob qiladi. Ey Xudo, naqadar buyuksan. Doktor hammasini tushungandi. Uning samolyotni boshqa shaharga qo'nishi, yomg'irni jalaga aylanishi, avtomobilni adashib qolishi, bu hammasi ilohiy kuchning ta'sirida bo'lganiga shubhasi qolmagandi. Chunki yaratgan Parvardigor nafaqat bu ayolning ibodatini, iltijolarini eshitgan, balki unga, ya'ni kambag'al oilaga najotni yuborgan edi.